27 bob. İshak qerib ketdi. Ko'zimi ko'mas bo'lib qoldi. U tunji o'g'li Asavni chaqirib uningga "O'g'lim" dedi. "Mana men" deb javob berdi Asav. İshak mundaq dedi. "Qara, men qerib ketdim. O'limim yiroq emas. Sen o'qiyoyingni ilib, dalaga chiqib, ovlab kelib, men yaxshi ko'radigan lazzatli tamoq pishirib, menga yeguz. Shuning bilan men o'lishdan ilgari sana oxirgi xayrlik duoyimni qilay." Ribaqa İshakning qilgan so'zlarini anglab, Asavning o'g'i chiqib ketgan vaqtidan foydalanib, Yaqubga mundaq dedi. "Men baya dadangning akang Asavga sen ovlab kelib, lazzatli tamoq pishirib menga yeguz. Shuning bilan men o'lishdan ilgari Parvardigor oldida sana xayrlik duo qilay" deganligini angladim. "O'g'lim, gapingga quloq selib, mening deganimni qil. Qo'y podisiga berib, semiz o'g'loqdan ikkini elib ke. Men uni dadang yaxshi ko'radigan tamda pishiray. Sen akrib yegizsang, u vafot bo'lishdan burun sana xayrlik duo qiladi" dedi. Lekin Yaqub onasiga "Sizga ma'lum, Asavning butun badani tukluk. Mening tenim bo'lsa, tuksiz. Mubada dadam tenimni tutib qolsa, mening uni oldiganligimni bilib qoladi. U chaqda uning xayrlik duosini elish bu yoq tutsin, aksicha qarg'ishga uchrayman" dedi. Onasi uningga "Ey o'g'lim, la'nat bo'lsa menga bo'lsin. Mening deganimni qil. O'g'loqlarni epke" dedi. Shuning bilan Yaqub o'g'loqlarni akilib, onasiga topshirdi. Onasi tamoqni dadisi yaxshi ko'radigan tam bilan pishirdi. Ondan Asavning uyda saqlagan eng yaxshi kiyimlarini ochib, Yaqubga kiydirdi. Uning ikki qo'li va bo'ynining tuksi joylarini o'shki yungi bilan yugab, lazzatli tamoq bilan yoqqan nonni uningga tutqizdi. Yaqub otasining yeniga kirib, "Ota" dedi. "O'g'lim, sen qaysi o'g'lim bo'lasan?" dedi otasi. Yaqub uningga "Men cho'ng o'g'lingiz Asav. Topshirig'ingizni o'rindab bo'ldim. Qo'ping. Men o'g'lab kelgan ov go'shtiga eg'iz tegib, ondan menga xayrlik duoyingizni qilg'aysiz" deb javob qaytardi. "O'g'lim, nimancha tez o'g'lab kelding?" deb so'radi İshak. "Parvardigoringiz bo'lgan Xudo ta'limni o'ngdan keltirib, menga yordam qildi" deb javob qaytardi Yaqub. İshak Yaqubga "O'g'lim, yenimga ke. Tutib ko'ray. Sen rostdan Asavmi, emasmi?" dedi. Yaqub yeniga bordi. İshak tutib ko'rib, "Ovozing Yaqubning, qo'ling bo'lsa Asavnikiga o'xshaydi-ku" dedi. U uning Yaqub ekanligini farq etolmadi. Chunki Yaqubning qo'li Asavnikiga o'xshash tukluk turadi. U Yaqubga duo qildigan chaqda yana bir qitim "Sen rostdan Asavmi?" deb so'radi. "Shundoq" deb javob berdi Yaqub. İshak uningga "Go'shtni aka. Uni yegandan keyin sana duo qilay" dedi. Yaqub go'shtni elib kirdi va uningga sharob tutdi. İshak yeb ichib bo'lgandan keyin "O'g'lim, oldimga kelib, meni so'y" dedi. Yaqub oldiga berib so'ydi. İshak Yaqubning kiygan kiyimlarining purg'ini purg'ondan keyin so'zga ishinib, uningga xayrlik duosini qildi. "O'g'limning tindiki xushpuroq, dal Parvardigorim barakat bergan tuproqning purg'iga o'xshaydi ekan. Xudo osmondan sana xosiyatlik yomg'ir yog'dirib, tuprog'ingni munbat qilg'ay. U sana mo'l oshliq tuluk, esil sharoblarni taqdim qilg'ay.
boshqa allarmu xizmatingda bo'lg'ay. Xalqlar sana tizilib, hurmat bildirgay. Qarindoshlaringga hokim bo'lg'aysan. Onangning avlodlari sana egilgay. Sana la'nat o'qiganlarga la'nat yoqqay. Sana baxt tilganlar baxt topqay. Yaqub İsoqning duosini elib chiqib turishig'la, oqsi Esov ovdan qaytib keldi. Esovmu go'shtni lazzatli pishirib, otasining oldiga elib kirib, "Ota, qoping. Men o'lab kelgan ov go'shtiga eg'iz tegib, bana xayrlik duoyingizni qiling," dedi. "Sen kim bo'lasan?" deb so'radi Isoq. "Cho'ng o'g'lingiz Esov bo'laman," deb javob berdi Esov. İsoqning bütün ezg'osini titrak bosdi va uningdan so'radi. "Undaqda hozir menga ov go'shtini elib kelgan kim? Sen kelishdan burun men uni yeb, uningga xayrlik duo qilgan edim. Bu baxt menga uningga mansub bo'lib ketdi." Bu gapni anglagan Esov intoyin echinib, un silib yig'lab turib, "Ota, menga xayrlik duo qilg'aysiz," dedi. "Ining kirib meni aldab, sening baxtingga o'ltiribdi," dedi Isoq. Esov, "Bu uning meni ikkinchi qitim oldishi. Uning Yaqub deb otilishi ajablanarlik emas ekan. U mening tunji o'g'illik miros huquqimni tortib olgan edi. Endi menga mansub bo'lgan xayrlik duonimi tortib olibdi. Ota, men uchun xayrlik duoyingiz qolmadimi?" dedi. İsoq mundoq javob berdi. "Men uni sana xo'jayin qilib etdim. Uning bütün qarindoshlarini uning xizmatida bo'ldigan qilib etdim. Men yana uningga oshliq tuluk, esil sharoblarni beg'ishladim. Ey o'g'lim, endi men sana yana nemini beraman?" Esov otasiga yana yolvurdi. "Ota, sizning faqat birlik xayrli duoyingiz bormi? Menga xayrli duo qilg'aysiz," deb un silib yig'lab ketdi. Ondan İsoq mundoq dedi. "Munbat tuproqdan nesivang yo'qdir. Xosiyatlik yomg'ir sana yog'maydi. Sen qilishga toyinib yashaysan. Iningning xizmatida bo'lasan. Lekin sen uningga qarshi chiqqaningda, uning bo'yin turg'idan qutulasan." Esov Yaqub qarta ko'ngliga o'chmanlik pukdi. Chunki otasi xayrlik duosini Yaqubga qilgan edi. O ishida "Otam olamdan o'tishga oz qoldi. O'limini uzitib yetibla, Yaqubni o'ltirib yetaman," deb o'yladi. Ribaqa boshqalardan Esovning planini anglab kelib, Yaqubni chaqirtib, "Gapimga quloq sol. Akang Esov seni o'ltirib, dardini chiqarmoqchi. Ey o'g'lim, sen mening deganimni qil. Darhol Haran rayoniga, akam Labanning yeniga qechib ket. Akang Esovning ochiq yong'ucha shu yerda tur. U sening qilganlaringni unutib qolganda, men odam avatib seni qaytarib kelaman. Nima uchun bir kunning ichida her ishqinlardan ayrilib qolgudakman," dedi. Ribaqa İsoqqa, "Men Esovning imonsiz xitlardan olgan ashu ikki ayoldan to'yib ketdim. Agar Yaqubmu xitlardan qiz olsa, uningdan o'lgunim yaxshi," dedi.